700 yil oldin Dante Alighieri yer ostida halqa pastga tushadigan ulkan chuqurni tasvirlagan. Oradan asrlar o'tdi. Bugun ayrim tadqiqotchilar bu shaklga qarab, bu asteroid zarbasidan keyin hosil bo'ladigan kraterga o'xshamayaptimi degan savol bermoqda. Bu bashorat haqidagi gap emas. Bu adabiyot bilan geofizika kutilmagan joyda uchrashadigan sirli o'xshashlik. Dante Alighieri o'rta asrlarda yashagan mashhur italyan shoiri. Uning eng taniqli asari Ilohiy komediya deb ataladi. Bu asar 3 qismdan iborat: do'zax, poklanish va jannat. Biz gapirayotgan qism do'zax. Unda Dante yer ostiga tushib boradigan qo'rqinchli, halqali olamni tasvirlaydi. Avvaliga bu faqat adabiy manzara bo'lib ko'rinadi, lekin keyingi savol hammasini o'zgartiradi. Dantening do'zaxi oddiy g'or emas. U tepasi keng, pastga tushgan sari torayib boradigan ulkan konusga o'xshaydi. Ichkarida halqa qavatlar bor. Har bir qavat avvalgisidan chuqurroq. Eng pastda esa muzlagan markaz tasvirlanadi. Asarda bu joy gunoh va jazo ramzi sifatida berilgan. Ammo shakliga qarasangiz, u geologik kraterga ham o'xshab ketadi. Dante asarida Lutsifer osmondan qulagan ulkan mavjudot sifatida tasvirlanadi. U yerga qulagach, eng chuqur markazda muz ichida qamalib qoladi. Diniy talqinda bu gunohning eng tub nuqtasini bildiradi. Ammo Timothy Berberi bu tasvirda boshqa narsani ham ko'radi. Osmondan kelgan ulkan jism, kuchli zarba, yer ostiga kirib borish va atrofdagi massa siljishi. Bu manzara unga asteroid zarbasini eslatadi. 2026-yilda Timothy Berberi Yevropa geofanlar ittifoqi yig'ilishida shu g'oyani taqdim etdi. U Dante asteroidni aniq bilgan demadi. U boshqacha savol berdi. Dante tasvirlagan halqali chuqur osmondan qulash va yer massasining siljishi zarba krateri modeliga nega bunchalik o'xshab ketadi? Demak, bu ilmiy isbot emas. Bu eski adabiy matnni zamonaviy geofizika ko'zi bilan qayta o'qish. Katta asteroid sayyora yuzasiga urilganda oddiy teshik hosil bo'lmaydi. Kuchli zarbadan keyin halqali devorlar, terrasalangan qatlamlar, markaziy chuqurlik yoki ko'tarilma paydo bo'lishi mumkin. Dantening do'zaxida ham halqa pastga tushadigan tuzilma bor. Albatta, bu ikki narsa bir xil emas. Biri she'riy tasvir, ikkinchisi geologik hodisa. Lekin yonma-yon qo'yilganda o'xshashlik ko'zga tashlanadi. Dante tasvirida Lutsifer qulagach, yer massasining bir qismi boshqa tomonga siljiydi. Natijada poklanish tog'i paydo bo'ladi. Bu real fizika bilan bir xil degani emas, ammo katta zarbalarda yer jinslari siljishi, erishi, ko'tarilishi va qayta joylashishi mumkin. Berberi uchun eng qiziq nuqta ham shu. Dante formula yozmagan, lekin ulkan zarbaning oqibatiga o'xshash manzarani tasavvur qilgan. Dante asteroid zarbasi fizikasini bilmagan. Uning davrida zamonaviy meteoritika ham, kosmik zarba nazariyalari ham yo'q edi. Lekin Dante o'z davrining tabiiy falsafasi va astronomik qarashlari bilan tanish bo'lgan. Italiya esa vulqonlar, zilzilalar va yer osti haqidagi qo'rquvli tasavvurlarga boy hudud edi. Balki Dante shu tabiiy dahshatlarni o'z asarida kosmik miqyosga olib chiqqandir. Bu mavzuda chegarani aniq qo'yish kerak. Dante asteroidni oldindan bilgan demaymiz. Dante zamonaviy astrofizikani kashf qilgan demaymiz. Yashirin bilim bo'lgan deb ham aytmaymiz. To'g'ri gap shunday. Dantening do'zaxidagi ayrim tasvirlar bugungi asteroid zarbasi modeli bilan o'xshash talqin qilinmoqda. Bu yakuniy isbot emas, ammo adabiyot va geofizika uchrashgan juda qiziq savol. Bu video oddiy asteroid yerga urilsa nima bo'ladi degan mavzu emas. Bu yerda adabiyot, tarix, o'rta asr dunyoqarashi, geomifologiya va zarba fizikasi bitta savolda uchrashadi. Geomifologiya qadimgi matn va afsonalarda real tabiiy hodisalarning izi bo'lishi mumkinmi degan savolni o'rganadi.
Dante haqidagi bu talqin shuning uchun qiziq. U inson tasavvuri ba'zan ilmga juda yaqin borishini ko'rsatadi. Xulosa shuki, Dante zamonaviy olim bo'lmagan. U asteroid kraterini ilmiy formula bilan tushuntirmagan. Ammo do'zaxdagi halqali chuqur, osmondan qulash va yer massasining siljishi haqidagi tasvir bugungi zarba fizikasi bilan g'alati tarzda yonma-yon turadi. Balki bu bashorat emasdir. Balki bu inson tasavvurining tabiatdagi eng ulkan falokatlarni his qilishga urinishi bo'lgandir. Sizningcha Dante bu shaklni qanday tasavvur qilgan? Fikringizni izohlarda yozing. To'liq manbalar va qo'shimcha izohlar Telegram kanalimizda.